Assalomu alaykum. Bugun hozir ProTarifni olish va ProTarif funksionalliklari haqida gaplashamiz. Nima afzalliklari borligini ko'rib chiqamiz. Barcha afzalliklari, funksiyonallari bu yerda yozib qoldirilgan. Ularda asosiylarini ko'rib, qanday ishlatishni o'rganamiz. O'tgan darsda men akkaunt ochganman, biznes yaratganman, o'shandan foydalanaman. Dashbord login qilgandan keyin dashbord tugmasi chiqadi. Mana kirsak biz admin panelimiz. Xo'p, ProTarifning asosiy funksiyalari qaysilar? Birinchi funksiyasi xodimlar bo'limiga kirsak, xodim qo'shalmaymiz biz. Bir dona xodim uchun ishlaydi mana. Yana mani ishchilarim bo'lsa, ular qo'shalmayman. Ya'ni bu oddiy tarif, bepul tarifda bo'lganim uchun. Pulli tarifga o'tsak, bu narsa yo'qolib qoladi. Keyingi funksionalliklar, misol biznesga kirsak, dizayn berish, ya'ni bu ham ProTarifda ishlaydi. Yoki integratsiya bo'limidagi deyarli barcha narsa mana ProTarif talab qiladi yoki Max tarifni talab qiladi. Qolaversa, tahlil bo'limida analitika va hokazo bular ham ProTarif kerak bo'ladi. ProTarif qanday olinadi? Mana yerda tarif sotib olish bunisi bor. Shunga bossak, mana tariflar 3 oylik va 1 yillik. 1 yillikda chegirmalar bo'lsa bo'ladi. Endi bu funksiyonalliklar kundan kunga oshib borilmoqda, sekin yana qo'shilinadi. Bu hozirgi kunda, ya'ni video chiqayotgan paytda bor funksiyonalliklar. Ular kamaytirilmaydi, aksincha ko'paytirib yangi funksiyonalliklar va qulayliklar qo'shib boriladi. 3 oylik bepul tarifda olish yoki 1 yillik va hokazo. Max tarifi yoki 1 yillik yoki 3 oylik xohlaganingizni tanlab olaverasiz. Biz 3 oylik Pro'ni olib ko'ramiz. To'lov qilishda hozircha to'lov tizimi integratsiya qilinmagan. To'lov tizimi integratsiya qilish jarayonida biroz rasmiy ishlar borligi uchun hozircha karta orqali to'lov qilinadi. Ya'ni kartaga nusxalab, Click Pay Me yo xohlagan to'lov tizimi, bankomatdan farqi yo'q. Ya'ni kartaga, bu karta nomi egasi va mabodo savollaring bo'lsa, uni bog'lanish tugmasini bosib, bog'lanib qo'shimcha savollaringni berishlaring mumkin. Xo'p, to'lov qilinadi va to'lov chekini yuklanadi bu yerga. To'lov cheki, misol men hozir rasmiy chek yuklamayman, test uchun sizlar haqiqiy chek yuklashlaring kerak. Va chek yuklanib, xohlasangiz ism familiyangiz, xohlasangiz boshqa ixtiyoriy ma'lumot yozishingiz mumkin. Telefon raqamingiz. Misol to'lov qilindi deb shunchaki yozib qo'yapman. Va bu chekni yuborish tugmasini bossam adminga boradi. Admin tasdiqlaguncha biz bepul tarifda turamiz. Admin 1 kun ichida tasdiqlab, siz tarifingizni odatda 10 minut ichida tasdiqlab beradi. ProTarif tasdiqlandi. Mana buni ko'rsak bo'ladi. Tariflar, ya'ni mana bu oynadan kirib, mana 2 oy, 4 hafta, ya'ni aniq kunini chiqarmayapti. Uje 1 kun sarflaganimiz uchun 3 oy emas, 2 oy, 4 hafta deb chiqaryapti. Aniq tugash sanasi mana. Xo'p, endi sizlar bilan ProTarifining asosiy imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ularni o'tgan darsda aytib o'tgandim. Mana misol biznesga kirib dizayn berish, ya'ni bu dizayn berish qanday ishlaydi? Bu ProTarifda ishlaydi. Buni alohida dars qilamiz, qanday dizayn bersa bo'ladi, faqat qisman nimaligini ko'rsatib qo'yay. Buning uchun bizga kerak bookflow.uz bizneslar bo'limidan mana misol dat urug'lik biznesidan olaman. Uni sahifasini dizaynini yaxshilab qarang. Bu ProTarifning dizayn ishlov berilgan, ya'ni mana bu oyna orqali dizaynga ishlov berilgan. Bu bizga dizayn ishlov berilmagan, lekin ProTarifdamiz, lekin ishlov berilmagan oddiy sahifa. Default ko'rinishda. Mana QR kod qo'shilib qo'yilgan ProTarifni olganimizdan so'ng. Bu ham ProTarif, faqat bu birozgina qo'shimcha funksiyonalliklar, dizaynlariga yaxshiroq ranglar tanlab, o'zi xohlagan uslubida qilgan xullas. Bu ProTarifda bu uchun alohida video dars bo'ladi. Hop, dizayn berish ham ProTarifning ishi mana. Endi kontent bo'limi bu oddiy tarifda ham bo'ladi. Integratsiyalar. ProTarifda barcha integratsiyalar ProTarifda ishlaydi. Va eng asosiy bugun ko'radigan integratsiyalar Telegram botni integratsiya qilish. Ya'ni qabullar har bir onlayn bizga qabul yozilganlar haqida bildirishnoma Telegram botga keladi va har kuni ertalab soat 8 da bizga bugungi kun uchun qabul yozilganlar ro'yxatini tashlab beradi Telegram bot avtomatik. Telegram integratsiya qilinsa, mana shu tugmani bosamiz. Token mavjud, bot bor va bu tugmani bosish shart emas. Mabodo ishlamay qolsa keyin bosib olishingiz mumkin. Hozircha ishlayapti hammasi joyida. Hop, Telegram botni integratsiya qilish. Havola yaratish tugmasini bosamiz. Havola yaratdi mana biz uchun. Va Telegramda ochish tugmasini bosamiz. Open. Agar Telegram bo'lmasa bu nimamizda, mana nusxalash turib, shu linkda o'sha Telegram akkauntimiz bor, ya'ni Telegram qaysi akkauntga integratsiya qilish kerak bo'lsa, o'sha telefonda shu linkda ochishimiz kerak Google'da. Bundan so'ng mana Google'da ochib beryapti va Open Telegram tugmasi chiqdi. Shuni bossak, mana connect successful deyapti. Uni muvaffaqiyatli ulandi deyapti. Xo'p, mana botimizga kiramiz. Endi bu saytga kirib bitta yangilasak, mana
ulangan faol holatda. Tez xabar yuborish bilan hammasi ulangan, yoqilgan holatiga tushib qoldi. Tez xabar yuboramiz va Telegram botidan o'zini tez xabar keldi. Real teslab ko'raylik. Qabulga yozilamiz uni band qilish, implant qo'yish, xodim tanlaymiz. 7-avgust 10:00 zayn ekan allaqachon 12:00 ga. Ism, familiya, telefon raqam shunchaki nimadirlar va band qilish tugmasi. Muvaffaqiyatli band qilindi, ya'ni bron qilindi. Mana new booking. Buni o'zbek tilida keladigan unisi muhim emas. O'zbek tilida qilib qo'yamiz. Tilni tanlash hozircha yo'q u funksionallik. Xo'p, mana ism, telefon raqam, nima servis tanlagani, xo'p, qaysi doktorga qabulga yozilgani, sanasi va vaqti. Mana bu joyda ham qo'ng'iroqchani bossak, mana yangi qabul Ali Vali implant qo'yish sanasini kirib, ichki to'liq ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Demak, Telegram orqali integratsiya ham ishladi. Bu saytimizning asosiy funksionalliklaridan biri. Bu bitta funksionalligi alohida dizayn qilish bo'lsa, Pro tarafidagi funksiyamiz va ikkinchi funksiyamiz bu Telegram integratsiyasi. Endi keyingi funksiyonalliklarga ham qisqacha kelib o'tsam. Google kalendar bu hali 100% ishlagan yo'q, shuning uchun bunga kirmay turamiz. Maxsus domen ulash bu haqida alohida video dars bo'ladi. QR kod haqida gapiradigan bo'lsam, bu saytimizga link, ya'ni mana Flon test biznes, mana bizning sahifamiz mana bu. Shu saytimiz uchun skaner qilsa, shu saytimizga kiradigan QR kod, ya'ni mana shu sahifaga olib kiradigan QR kod mana. Va bu QR kod nima uchun kerak? Klinikamizga yoki tarqatishga, har xil joylarga yopishtirishga, yoki rasmlar, telegramlarga tarqatish, ijtimoiy tarmoqlar uchun kerak bo'lishi mumkin. Mana vizitka ko'rinishida buni ham yuklab olib ishlatsak bo'ladi, qora fonliga yoki oq fonliga. Yoki resepsiyonimizga, qabulxonamiz uchun QR kod chiqarib qo'ysak, shuni skaner qilib bemorlar agar qabulga yozilishi kelsa, shifoxonaning o'zida shu linkdan skaner qilib yozishlari mumkin. Stiker bu ijtimoiy tarmoqlar uchun kerak bo'ladi va dizaynini o'zgartirsa ham bo'ladi. Mana oq va hokazo. Nimalar haqida ishlatilishi haqida batafsil yozilgan. Yana qanday funksiyonallik? SEO bu haqida ham alohida keyingi video darsda gapiramiz. Va tahlil. Tahlildagi analitika bo'limi. Bu analitika bo'limi mana bizda asosiy, ya'ni bosh sahifaga kirsak, mana yerda jami qabullar, bugungi qabullar, rejalashtirilgan jami mijozlar va hokazo statistikalar ko'rinib turadi. Lekin batafsil statistika yo'q bu yerda. Batafsil statistika bu tahlil bo'limida, analitika bo'limiga kirsak, mana har bitta qabul, qancha daromad va hokazo shular ko'rinib turadi. Bu ham Pro tarafida ishlaydi. Va tahlil bo'limi yaqinda hisobotlar va hokazo yangi funksiyonalliklar qo'shilib boriladi. Qolgan funksiyonalliklar haqida keyingi darsda gapirib o'tamiz.